Assalomu alaykum. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Doktorman, soch ekaman. Tushasizmi? Ha, tushaymi? Keling. Yordam bering, jentelmenlik qilaman sizga. Doktorsiz ya'ni. Da, Soch ekasiz. soch ekaman da. Soch yo'liga soch ekasiz. Da. Hozir zo'r deydi, meditsina rivojlanib ketgan, hammani sochli qilib yuborar ekansizda. Ha. Birinchi mashinangiz nima bo'lgan? Birinchi mashinam Spark bo'lgan. Spark o'zingiz mehnatingizni olganmi? Yo'q, sovg'a bo'lgan. Eng savobli kasb. To'ylarda xizmat qiladigan artistlar bo'lsa kerak. Nima uchun? Qo'shiqchilar yoki bo'lmasam to'ylarni olib boradigan boshlovchilar. Nima uchun deganda ularning niyati to'g'ri. To'y bo'lsin deydi. Ularga to'y bo'lsin deb yaxshi niyat qiladi-da, to'y ko'p bo'lsin deydi. Hamma baxtli bo'lsin, hamma erga tegsin, uylansin. Doktor sohasidan esa akusher-ginekologlar bola tug'ilsin deydi. Farzandli bo'lsin hamma deydi. Qolganlarni qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'zim ham doktorman. Misol uchun soch to'kilsin deymiz. Patsient ko'p bo'lsin deymiz. Qolman lekin to'g'risini aytib qo'yganlariga. Shunaqa to'g'risini aytdim lekin. Jondan jon chiqarishadi, to'g'ri. Shunaqa. Farzandli bo'lsin hamma, ikki qat bo'lsin ayollar deydi. Yaxshi niyatli kasbda. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga rahmat. Charchamanglar. Omad.